Assalchalarim, azizlarim, sizlar bilan Munojot Yo'lchiyeva va bugun bizda 11 millionlik raspakovka. Eng qizig'i, xaridimiz 11 million bo'lgan, lekin men 1 tiyin ham to'lamadim. Sababini video oxirida aytaman. Bu yerda meni vatandoshim yashiringan. Men Sirdaryoda tug'ilgan bo'lsam ham, qalban men fransiyalikman. Fransuskiy kumush. Bu ukrasheniyani ko'rganimda birinchi xayolimga oyimlar keldi. Nazarimda bu yerda quyosh tasvirlangan va oyimlar men uchun quyoshlar. Juda nejniy, juda chiroyli. Onajonim, mehribonim. Shemshagim yerga tekkuncha xizmatingizni qilay deb bo'ynilariga taqib qo'yaman. Bu esa Sitora xo'jaga sovg'a. Как раз yangi yilga menga ham o'zimga o'xshagan bitta do'st topib beringlar. Mundoq bir to'qinchoqlar taqib yuray. Chiroyligini qaranglar. Endi Dora asalchani nanay-nanaylarni ko'ringlar. Iltimos qo'limga taqvoringlar. Qirqib qo'ymang. Bu kumush emas lekin. Zanglamaydigan temir. Zatto Italiyaniki. Bunga o'rtoqcha ham bor. Tadam! Qop pul topadigan erkak hidi kelyapti. Va bu hid mendan kelib turadi. 7.899.000. Hech qachon bu darajada menga soat yoqib qoladi deb o'ylamagandim. Shu menga nimadir menga yetishmaydi deb o'ylardim-da, soat yetishmagan ekan. Ha, azizlarim, bu narsalarga men 1 tiyin ham pul to'lamadim, chunki men blogerman.